Bugundan bizda novinka quyon go'shtidan chuchvaralarimiz sotuvga chiqdi. Quyon go'shti ming dardga davo deyilgan, allergiyasi borligi ham tavsiya qilinadi. Immunitet ko'tarishda eng zo'r vosita farzandiyligiga bersanglar bo'ladi. Eng tez hazm bo'luvchi narsa bu quyon go'shti hisoblanadi. Quyon go'shtini ko'rasizlar, har doim svejiy so'ydirib olib kelamiz, yaxshilab yuvib, go'shtlarni ajratamiz, lekin deyarli go'sht chiqmaydi, juda kam chiqadi. 400-500 gram suyagi ketadi. Shunga qaramay, biz yarim tayyor mahsulotlarimizni maksimal darajada narxini arzon qilganmiz. Mana shu turgan chuchvaramiz 117 ta ichida 350 gram, narxi 78 ming. Bu yoqda frikadelkasi 66 tadan 70 tagacha bo'ladi, narxi 70 ming. Mini kotletlarimiz 23 tadan 26 tagacha bo'ladi, narxi 78 ming. Polufabrikatlarimizda juda ham assortimentimiz ko'p. Do'lmalar, karomlar, assortilar, tiftel, somsa, hasb xonimlar, piroglar, nima kerak bo'lsa bemalol direktdan murojaat qilib